Qara Uyg'urlar 5. bölümü. Yeni merkezini şekillendirishning tunji qadamlari Qara Uyg'urlarga oson kelmabdi. Oq Uyg'urlardagi qon-qoniga singib ketgan qo'shonliq, johillik va manmanchilik ba'zida ularni zo'rliq qo'llanishga majbur qildi. Davodagi chechlang'ulikqa xotim berishning birdan-bir usuli aramizdagi yaramliq aktivistlar va g'olliq tashkilotlarni biriga akilish ekanligiga kesim qilgan Qara Uyg'urlar, Oq Uyg'urlar yillardan buyon urinib natija qozonolmagan markaz hosil qilish planiga tutish qildi. Ular jiddiy muzokara qilish orqali qisman Uyg'ur ziyolilari o'tirib qo'ygan Kengash markazi nomida ko'pchilikni biriga jam qilish usulini sinab ko'rishni qaror qildi. Ve tunji yig'ilishni o'zlari yashaydigan tuproqdagi bir manzaralik rayonga chedir tikish usuli bilan tashkillamoqchi bo'ldi. Plan tuzilib, bag'oqlar yozilishga boshlabdi. Oldi bilan xalq orasida haqiqiy da'vochi sanalgan bir qancha shaxs va tashkilotga bag'oq yozilibdi. Qurilmoqchi bo'lgan markazning ismi jismiga loyiq markaz bo'lib chiqishi uchun her xil o'xshamaydigan ideyadagilarga o'rin berishga ahamiyat berilibdi. Buning ichida avtonomiyachilarning vakillari bor ekan. Qurultaydan vakil chaqirilamdi, so'rabdi biri bosh mushavirdan. Albatta, debdi bosh mushavir. Hozirmi bir qism qildis qatmal Uyg'urlarning nazarida bu tashkilot yanada muhim o'rinda. Hocamlarının quruq söyletiga qarab, tazim bija keltirib ko'nib qolgan nadan, umurtqisiz Uyg'urlar, hocalari ko'zini yo'qolmoqcha ularning soyasidan mengishga odatlangan. Ammo Vankatip va Qara Dibi o'lgandan keyin qurultaydagilarni topqili bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Hozir atalmış qurultay butunlay polish holatda. Ularni nereden toparmiz? Ulardan en az 2 vakil qatnaştırışımız gerek. Olmasa mentilg algan heyliqi nadan Uyg'urlar bu merkezni yanıla qayil qilarliq bo'lmadi deb qo'ldirishidi. Chibarqut bilan paynakni tepib, ularni majburiy qatnaştırışımız gerek, dedi qabila beshi. Uning Chibarqut degani vatanda uzun yillar Xitoy Kompartiyasini ulug'lab maqtab, yaşasın ne ağızdan düşürmey jundayalap yürgen. Chetga chiqqandan keyin bo'lsa 30 yilgacha birer kesibning mu o'xshin tutalmay, kimning yo'g'onaroq bo'lsa shunikini ko'tirib, "Ah raisim, raisim" deb shalviqini eqitib, xushomat bilan itdek jon beqib yurgan. Hamda nomus qilmay o'zini mutaxassis atib olgan Vankatipning so'l qo'li edi. Bu Afganning yeshi gerçi hamdilla 50'den aşkan bolsa-mu, künde 3 vaqt tamoq o'rnidagi xushomatlik yeyishlaridan chiroyi pürüm pürilib, yüzü aynan Chibarqutni tikkan paytimig'ila o'xshab qolgan bo'lib, qaramoqqa 70'den aşkanda ko'rinadi. Paynak degani bo'lsa, Vankatipning uzun yillik aysh-ishrat sheriki. Satanglarni ko'rsa, umurtqisiz yılandek palaqqada oyoqiga qilib, put barmoqlarini yalashga oralda turadigan. O'zining ayoli bilan zina qilgan yaqin do'stiga manqisini yiqitib turib, "Sendekmi do'st bo'lamdu?" deb yig'lamsirgan heyliq sharafsiz edi. Agar kelgili unimiz qanday qilamiz? Ansirma. Biz oq Uyg'ur emas, amalini qilamiz. Uzun o'tmay taraf-tarafdan da'vatni qabul qilganlik sadolari kelishga boshladi. Ular orasida millatning asli yetakchisi bo'lgan Mehribon Mo'may, Turkiyadagi tanilgan aktivist, yoshlar tashkilotlari vakillari, mustaqillik tashkiloti vakillari, bir qism partiya vakillari, Uyg'ur ozodlik tashkiloti vakillari, O'rta Osiyo vakillari, diniy arboblar va 10 ga yaqin vijdonliq ziyodilar vakillari bor ekan. Türkiye'deki Mağripçiler Teşkilatı Qara Dibi ölümünden keyin taqılib qolgach,
Ularning asli qo'lliq a'zolaridan bo'lgan 2 kishi taklifni qabul qildi va keladiganligini bildiribdi. O'zini hukumat atib olganlardan bir qismiga da'vat avatilgan bo'lib, biz asli hukumat, qolganlar yolg'on deydiganlarning yashangan vakilidan boshqalar keladiganligini bildiribdi. Chibarqut bilan Paynakdan bo'lsa hech qanday sado kelmabdi. Bu ishga Afg'on qandoq bo'lmasin bu yerga undirishimiz shart deb g'azablanibdi qabila beshi. Siz ansirmang, men bu ishni o'rlashtirdim deb miyiqida kulibdi bosh mushavvir. Yazning tomuz issiq kunlaridan birida Chibarqut uyining derazasini hang echib o'tib, Xitoy do'kondan sotib olgan ochiq xamsayni zakuska qilib, bir botilka viskini tiklab qo'yib, keyib surib o'tirgan edi. Ayoli o'tirishga ketgan bo'lib, yesh cho'ng bo'lib qolgan bolasi yerim kechini qilmay uyga qaytmaydi. Botilkaning yanında turgan da'vatnomaga qarab birdilla shurkingandek bo'lib, dakka-dukkada o'z uyida muxotirjam o'tirolmayotgan Chibarqut mush kunlarda talat o'ziga aldirab chiqmaydigan bo'lib olgan edi. Bugun derizlarni echib o'tib, o'tira olishiga uyining 3-qavatda bo'lishi sabab bo'lganda qiladi. Bo'lmasa bu avga odatda derizini echishdan mansiraydigan bo'lib qolgan edi. Issiqdan nafas ololmay qolganligimiz sababdir balki. Xeyli kunlar bo'ldi. U og'riq bahonasida uydan taloga chiqmadi. Kechalari bekordilla vankatibning ismini to'lab jo'yilib uyg'onib ketadi. Chibarqutdek purlash chiroyi texmi ko'nirab, qo'tir eshakning terisiga o'xshab qolgan edi. U har kuni degandek mana shundoq sharob kayf qilib, vujudini bosgan vahima va jiddiylashishni besishga tirishadi. Bugun uning hayoti ana shundoq davom qilyapti. Televizorda Amerikaning urush filmi ko'rsatilayotgan bo'lib, yo'g'ondan-yo'g'on qora tanlik palvonlar qo'llariga qilich nayza ilishib, ha deb elishyapti. Gulub qilgan bir ovoz Chibarqutni qattiq cho'chtirdi. Ekrandagi ishqi qora tanlik palvon qandoqdir ekranni yerib, uning oldiga sakrab tushgan edi. "Voyjon!" deb sat chaqirgan Chibarqut o'ltirgan yerdan pulang'ata keyniga uchib ketdi va alloh-jalloq o'rindan daldangshayib qopib, buning g'araqning ta'siridan bo'lgan sun'iy ko'rinish ekanligini isbotlashga tirishdi. Ammo bechoraning orzusi so'g'ishlashdi. Ko'z oldida tirikdan-tirik ishqi qora palvon turadi. Ammo ular kinodagidek yalang'ochdan emas, balki kostyum burulqiliq, salobatlik ham baslik kishilar edi. Bu nima ish? Sizlar kim? deganni arandiyalidi o'duduqlab. "Jeningga shang'orsa vaqirma", dedi yigitlardan biri uning qo'lini shiltib. Ravon uyg'urchada so'zlayotgan bu kishilarni ko'rgan Chibarqut nima bo'lib o'tganligini tushundi. Va boyiqi kayflari allaqandoq bir yerga uchib yo'qib, sap-sagak oldiga qaytdi. "Sizlar nima qilmoqchi?" U bor jinini yig'ib o'zini tamkin ko'rsatishga tirishadi. "Wang rais bilan birlashganim rost, ammo men hech nima xato qilmadim." U shu ishdek oldidimi rais degan so'zni qilishni unutmagan edi. Jonga urilgan bir o'dilmush Chibarqutni sofadan halqitib tomga urdi. Bechora boyqush cho'shqadek bir chaqirib yerga chaplashgan peti yetib qoldi. Qo'pollig'idek majoli bordek emas edi. Yigitlardan biri uni so'rab akilib sofaga o'tirg'izdi. "Biz sana chiroyliqcha taklifnoma avasak, nimishqa javob qilmaysan?" Men javob qilay deb turgan. Qandoq javob qilmoqchi bo'lib turgan? Borman deb. Yaxshi, demakki borasan. Buningga qanday kepillik qilasan? "Men va'da qilay, cho'qim boraman", deb yig'lamsirdi Chibarqut. "Samimiyatingni gumon qilmaymiz.
Ama Çıbarkut'taki yüzüngə işenmek tez. Biz senden bir nersini ariyat edip turaylı. Sen jığanға barganda qaytırıp berimiz. Nemen ariyat kalmakçı? Jigit Sabdişiga işaret kıldı. O berip derizlerini itip etdi. Ve televizorunun avazını boluşuğa koyup etdi. Jigit Çıbarkut'a yakınlaştı. Ve onun kolkuğa yakın kılıp Mauni dep pişirildi. Eş-beş degiçe o yeniden çıkargan kiçik piçiqi bilen Çıbarkut'un sol kolukunu şartı kılıp kesip aldı. Ve onun ağzını mehkem besip aldı. Biçare Çıbarkut vaqıraşqı ölgürmeyla hoşudin ketken idi. Çıbarkut 3 günden keyin doktorxonada uyg'ondi. Yanında ayoli bilan 2 nafar saqchi turadi. Anlaşlarga qaraganda o'xshash hikoya Amerikada yuz berganmish. Davomi bor.